Ketdik a. Tak. Katyolxona desa ham bo'laveradi. Katyolimiz Teplopol. Hop, mana bu tarafda oshxonamiz. Kunning naborlarimiz hali kiymagan. İçinden chiqib bitadi issiqqina. Mosyo qishki anomallarga sharoit. Illyuminatsion nuqtamizga keldik. Qani boshladikmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu biz orzu qilib ketgan boyagi vayrona bo'lib ketgan panimiz. Mana shu holat. Eslasalaring mana yerda rakinamiz bo'lardi, biz uni sindirib tashladik. Kerak emas deb, haqiqatan kerak emas. O'rniga mana bunaqa rossiyskiy tumbali, hozirgi zamonaviy high-tech usulda ishlangan rakinalarimizni qo'ydik. Patologlarimiz to'liq vagonka. Montajlarimiz Euro montaj. Nega bir ishni jelishga uspet qilibdi. Tak. Bu chasimiz bizda yo'q edi. Oldingi videolarimizda ko'rsalaring. Biz bu yerga amallab, xudo xolasa mana bunday hojatxonani joylashtirdik. Mana shu holatda. Xudo xolasa bemalol foydalansa bo'ladigan sharoit bor. Motorimiz ishladi. Boyagi xita tortib ketadigan dimoxodimiz bor. Xolos. Imajini. Tak. Asosiy xonalarga o'tamiz. Iloji yo'qligidan mana yerga endi stiralka o'rnatishga qaror qildik. Joy kamlik qildi. Stayagimiz, tahorat olish uchun ham sharoit bor. Отопление radiator. Yog'am xuddi shunday vagonka. Patologimiz, yeshilka, postavkali. Eslasalang mana yerda titan turardi. Ochib tashlagandik. Parilkamizga. Parilkamiz как положено утепленный qilingan hamma xonalar. Issig'imiz har doimgidek o'sha holatda qoladi. -40 bo'lsa ham o'sha issiq ushlab turaveradi. Issiq bateriya bo'lmaydi. Pechka parilkaga toshlarni o'zlaricha bir narsa bir bolalar olib kirishibdi. Mana tosh bilan bir narsaga erisholmaydi. Buni spitsanli toshini qo'yish shart. Mana shu hozircha shu pollarimiz теплый пол, как положено, hamma xona. Shu sharoitlar mana shu. Bo'ldi, vayrona tugadi.